Akalar, javobga Matiz puliga Lacetti 2009-yil polniy kraska 500 ming yurgan 1.8 motor mexanika korobka, chexol polilari yaxshi holatda. Mashinani olasizlar, minasizlar. Faqat aybi bu, aybini oxirroqda aytamiz. Chexoli mana polniki yaxshi holatda. Poli plus mashina yaxshi holatda, hech qanaqa ortiqcha urinib ketmagan, lekin puli juda ham qiziqarli holatda akalar. Mashinamiz olim me'mor edigan. Mana optras to'plargacha qo'yib berishgan, metani bor, metan temir metan, 4 ta balon kontinental ekan. Mana jichib bunaqa rektopchi joylari bor, lekin mashina yaxshi holatda. Xullas, pulini buni 3550 dollarga berib olamiz. Oxiri bo'lish narxi undan 1 dollar ham tusholmaymiz. Balondan damlamneti. Bitta aybi motori qisib qolgan, mashina to'g'rilattirib olish kerak. Qolgan aybi yo'q akalar. 3550, 3600 dollar pasti, bir 50 dollar aqa-baqa bo'lishi mumkin. Narxi gazini ham kamtaroq fikrlarni yozib olinglar. Mana mashina zo'r holatda ekan. Chip-chip bunaqa joylari bor, lekin polniy kraska udari yo'q, qattiq udari yo'q akalar. Bosib oladigan joyi.